Üçüncüsü var ekan da. Bütün narsani sindab tekshirayotgan. Ana podshohga bir jilqi belakka keldi. Podshoh sinchisini aytdi, "Meni sindab tekshirib berchi" desa. Podshoh dedi, "Mana jilqi kulib yaxshi ot ekan. Biroq zattar ekan, biroq otda teginde kichkina kamchilik bor" deb turdi. Nega desa, otni boshqa hayvon sifatida girib ketdi degan ekan. Qandaycha desa, öz jilqilar chiminchilikdan nesi bilan qo'rg'onadi? Quyrug'i bilan. Abul jilqi jarim metr tilini chiqaradigandagi chiminchilikni jutib soladi ekanda. Uydun sifati kirib ketdi. Anan jilqini esna borib izlab borib ko'rsa, ol jilqini o'sha qulun mezgilda besi o'lib qoldirdi enesi. Uyda ham cho'ng'aygan ekan, uydun sifati kirib ketdi. Malning sifati ko'rdingizmi? Anan dag'i o'sha tovus kelib turdi. Tovusni tekshirib beramisin deb desa, yaxshi tovus ekan, buni da qarab ko'rish kerak deb turdi. Buni kelgan yo'lunda bir kichkina kamchilik bor deb. Qandaycha desa, o'z tovus parlarini jayganda qisqiradi-da, jaman qisqiradi. Abul tovus meg'iladi ekan, parlarini jayayotganda suvni ko'zlab churg'aydi ekanda. O'rdakdan sifati kirib ketdi bu. Qandaycha deb podshoh borib izlab esini so'rab kelgach desa, bu tovusning jumurtqasini o'rdak bosgan ekan. Odam qaysi cho'yrada yursa, o'sha cho'yradagilar sifati chiqadi. Buni da'vat cho'yrasida, mesh cho'yrasida kelib aytaveringlar, Alloh bor, oxirat bor, tozoq bor, beyish bor, o'limdan yashash bor deb aytaversangiz, bunaqa ishonish kiraveradi. Anan podshoh Gulvertirdagi janobi kishiga sinchiga bir qop non berdi. Anan gülüp turib aytgan ekan, "Ey, sen yaxshisin deb qo'ydi ekansiz, butunlay aqlli ekansiz, menda birsin deb berchi" dedi. Bizden janobi kishi podshoh debdir, siz de yaxshi odamsiz, biroq sizni ota tegingiz qarab ko'rish kerak. Sizda shu ota tegingizda bir kamchilik bor debdir-da. Qandaycha desa, sizni ota bobolaringiz podshoh bo'lgan emas degan ekan. Nega bunday aytib o'tasizsiz? Eğer chini podshohning baldari bo'lganingizda tong qolish narsani ko'rsatsa, oltin berishingiz kerak. Siz menga non berib qo'ydingiz degan. Ana barib enesidan so'rasa, "Kim bolasi buni apa" desa, aytmay qo'yib turdi. Apasi taqab so'ragan ekan, "Bolam sen nag'aychin bolasisan" degan ekan. Ko'rdingizmi? Odam qaysi cho'yrada yursa, cho'yradan kelgan bo'lsa, o'sha cho'yraga tatbiq qiladi. O'sha